bir musulmonga savol beribdi. Nimaga sizlarni ayolinglar bilan qo'l berib so'rash bo'lmaydi, begona erkak? debdi. Go'yo bu bilan musulmonlarning ayollarini huquqlari poymol bo'lyapti degan ma'noda savol beryapti-da. Nimaga muslima qizlar, muslima ayolinglar bilan qo'l berib so'rasha olmaymiz dermish. Desa musulmon ham bir san ko'rsatib qo'yay debdi. Bu qirolicha bilan borib qo'l berib so'rasha olaysanmi debdi. Angliya qirolichasi bilan. Yo'q debdi, u bilan qo'l berib so'rash umuman mumkin emas. Protokolda yo'q u. Angliya qirolichasi bilan hamma ham borib qo'l berib so'rasha olmaydi. Bu Angliyada bitta xotin debdi. Desa musulmon aytgan ekan. Bizni muslima ayollarimizni hammasi qirolicha. O'shaning uchun qo'l berib so'rasha olmaysan. Tushundingmi?